Tezroq yur. Bo'lmasa hammamizni o'ldirishadi. Bo'la qol. Bolang sutdan chiqmagan-a? Qayoqqa ketyapsizlar? Nima gap? Ular uni chaqirishibdi. Ser, bu o'sha. Taqdirni shu oldindan aytib beradimi? Poygada shu ot yutishi uchun uni sehrlab qo'yishyapti. Otni laqabi Kichkintoy Monaghan. Kempton, dushanba kuni soat 3 da. Xonimlar, bemalol pul tikishingiz mumkin, lekin boshqalarga valaqlab qo'ymang. Birmingham, Angliya, 1919-yil. Keyin Ibrohim g'orni o'ziga boshpana qildi. Biroq bu yaxshi edi. Chunki uni qo'llovchi Parvardigor yonida edi. Bo'talarim, xarobada yashaysizmi yoki qasrdami, yaratgan egamga buni zarracha ahamiyati yo'q. Boy yoki kambag'al ekanligingizga ham parvo qilmaydi. Barchangiz uning bandalarisiz. Salom. Salom, qalaysan? Yaxshiman, o'zingchi. Xayrli tong, ser. Qani yura qol. Xayrli tong, janob Shelby. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by a straight right hand. Shelbylar oilasi. Hoy, bu yoqqa kel. Xayrli tong, janob Shelby. Qani tezroq. Keyin Artur yana g'azabdan quturyapti. 10 yashar bola g'azab haqida nima ham bilishi mumkin, ha? Yakshanba kuni 11 ga to'laman. Qani dadilroq, janoblar. Hali ham pul tikish mumkin. Xo'sh, nima gap?
Hammasi joyida. Yaxshi. Qani chaqqonroq janoblar, qancha pul tiksangiz imkoningiz shuncha ortadi. Poyga 2,5 da Kemptonda bo'ladi. Stavkalar allaqachon 4 ga 1. Qani yigitlar, chaqqonroq, chaqqonroq. Qulay imkonni qo'ldan boy bermang. Katta rahmat. 2 ga 1, tezroq pul tikinglar. Ishoning, bunda imkoniyat boshqa bo'lmaydi. Albatta yutasiz, janoblar. Xo'sh, nima deysiz? Bu ot doim yutib kelgan. Monaghan g'olib chiqishi aniq. Foizlar 4 ga 1. Tommi, daftarga qara. Qara. Tommi, Hammasi kichkintoy Monaganga. Barakalajon. Tommi. Tezroq bu yoqqa kel. Sendan 6 penni nipper. Keyin 10 shilling olasan. Tushunarlimi? Xo'p, seni tushundim. Seni Garrison kortda ko'rishibdi. Kukum bilan nayrang qilayotgan ekansan. Zamon og'ir. Odamlarni pul tikishga ishontirish kerak. Xitoy qiz bilanmi? Kir yuvuvchilarning aytishicha u jodugar ekan. Endi ishonishlari oson. Biz xitoyliklar bilan ishlamaymiz. Daftarga qara. Xitoyliklarni o'z jangchilari bor. Kelishib olganmiz, Artur. Pul jalb qilish meni zimmamda. Kichkintoy Monaghan yutsa nima bo'ladi, Tommi? Yo endi poygada ham nayrang qilyapsanmi? Billi Kimber senga poygada g'irromlik qilishga ruxsat berdimi? Unda nima balo qilyapsan? Xitoyliklar bilan Billi Kimberga bir vaqtda bas kela olamiz deb o'ylaysanmi? Billining butun boshli qo'shini bor. Men o'ylayapman, Artur. Faqat shunday qilyapman. Men o'ylayapman. Jumladan sen uchun ham. Belfastdan xabarlar bor. 10 dan 8 gacha tushdi. Ha, bilaman. Bugun kechki soat 8 da oilaviy kengashni to'playman. Hamma o'sha yerda bo'lsin. Eshityapsanmi? Bizda jiddiy muammo bor. Barakalla. Qoyil senga. Yasha! Qani ko'rsatib qo'y. Bo'shashma. Yasha. Bo'ldi, shunchasi yetar. Endi shovqin solmanglar. O'rtoqlar, bugun ish tashlash uchun ovoz bergani to'plandik. Ha. Biroq ovoz berishdan avval qani Fransiyada jang qilgan o'z birodarlari bilan yonma-yon turgan va ularning qanday halok bo'lishini ko'rganlar qo'lini ko'tarsin. Qo'lingizni ko'taring. Flandriya jang maydonlarida sizlarning qoningiz to'kilgan. Jonlar fido qilganingiz uchun g'alabaga erishilgan. Xo'sh, g'alaba mevasidan kimlar bahra olmoqda? Sizmi? Yo'q. Yo'q. Yoki ayollaringizmi? Yo'q. Unda kim? Oramizda shunday odamlar bormi? Yo'q. Bu yoqda sizlar bolalaringizga poyafzal olib berish uchun pul topolmayotgan bir paytda ular qulay uylarda shunday. qornini qappaytirib yotishibdimi? Xo'sh, qanaqasiga ular sizlarni bergan qurbonlaringiz uchun mukofotdan mahrum etishdi? Qilgan ishlari faqat maoshingizni kamaytirish xolos. Mana sizlar uchun mukofot. To'g'ri. Kim ish tashlamoqchi bo'lsa, unda qo'lini ko'tarsin. Ha!
Bizni hisobdan, janob Shelby. Menga bitta el bering. Hozir. Sen uchun, Thomas. Doim salomat bo'l. Shahzoda toji. Garo o'ynashim mumkin, yaqinda qirol ham bo'lasan. Sen pul tikmaysan. Yo'q, lekin keyingi kunlarda ko'p o'ylayapman. Nimani? Kasaba uyushmasida bir do'stim bor. Uning singlisi o'q-otar qurollar fabrikasida telegrafchi bo'lib ishlaydi. O'shani aytishicha, o'tgan hafta ularning rahbariyatiga Londondan xabar kelganmish. Yana kimsan Winston Churchillning o'zidan. Allaqanday o'g'irlik masalasida ekan. Buni davlat ahamiyatiga molik masala deyishibdi. Yana telegrafdan qandaydir ro'yxat kelibdi. Unda sen bilan meni ham ismimiz bor ekan. Bu qanaqa ro'yxat bo'ldiki, kommunist bilan bukmeyker yonma-yon tursa? Balki u qashshoqlarni yolg'on umidvor qiladiganlar ro'yxatidir. Bizni yagona farqimiz shundaki, Freddy, ba'zan meni otlarimda yutish imkoni bo'ladi. Bilsang, xunrezlik yo ur-kaltaklar qulog'imga chalingan payt Fransiyada seni o'sha o'qdan saqlab qolganimga achinaman. Ishon, ba'zan men ham attang qilaman. Hoy, nimaga? Hey, O'zingni bos, ahmoq. Nima qilyapsan? Peshdan. Ular bu yoqqa kelishyapti. Bo'ldi. Meni olib ketishmoqchi. Uch deganimda. Bu yoqqa 1, kelishyapti. 2, 3, yiqit. Chuqur nafas ol. Meni cho'kalishyapti. Bo'ldi. Ular meni o'ldirishmoqchi. Meni o'ldirishadi. Benny. Biz uydamiz. Hammamiz Angliyadamiz. Endi Fransiyada emassan. Sen endi tirik nishon emassan, Benny. Oddiy odamsan, xo'pmi? Sen boshdagi o'q emassan. Benny, sen odamsan. Hammasi joyida, eshityapsanmi? Hammasi yaxshi. Hammasi joyida. Qani bo'l, uni ko'tar. Hammasi yaxshi. Hammasi joyida. Xudo. Yana shunday bo'ldimi? Ha, Benny, yana bo'ldi. Bunga chek qo'yish kerak, o'g'ayni. Hammasi joyida. Xudo, janob Shelby, meni kechiring. Kechqisi yo'q. Endi uyingga bor, Benny. Xotining kutyapti. Bularni tezroq miyangdan chiqarib tashla, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, janob Shelby. Meni kechiring. Bora qol. Janob Shelby, uni baribir nimadir qilish kerak. Mutlaqo haqsiz, Garri. Axir himoya uchun Shelbylar oilasiga pul to'layapsiz. Bu yerda esa sen qonunsan, shunday emasmi, Tommy? Balki Dennyni quturgan otdek shartda kallasidan otib tashlashing kerakdir. Kim bilsin, bir kuni meni ham otib tashlarsan. Hisobni Shelbylarga jo'nating. Hammasini o'zimiz to'laymiz. To'pponchaga qara. Unutamayapsanmi? Qani tur o'rningdan, yolg'onchi to'ng'iz. Qo'lli xola. Nega bunday qilyapsiz?
Fin bugun ko'l yoqasida shuni o'ynab yurgan ekan. Qarasam o'qlangan ekan. Eydan otib qo'yishiga sal qoldi. Cho'ntagimdan tushib qolgan bo'lsa kerak. Uni idoradagi javondan topib olganini aytdi. O'qlangan holda. Demak, mast bo'lganman. Qachon mast bo'lmagansan o'zi. Poli xola, kechirasiz. Shunday bo'lganidan juda afsusdaman. Endi to'pponchangni duch kelgan joyga tashlab ketmaslikka qasam ichsang, bu o'rtamizda qoladi. Bilaman, 4 ta bolaga onasiz og'ir. Lekin meni poshnam undan ham og'ir. Yur bo'lmasa kech qolamiz. Xullas, sizlarga juda muhim yangilikni yetkazish uchun kengashni to'pladim. Shavoz bilan Qitmir kecha Belfastdan qaytib kelishdi. Ular otxonasi uchun yangi ayg'ir sotib olgani borishgandi. Kecha ular Shenxil yo'ldagi bir barga kirishibdi. O'sha barda esa bitta politsiyachi mana bularni tarqatib yurgan ekan. Agar bo'yingiz 5 futdan oshiq bo'lsa va yaxshi mushlash olsangiz, Birminghamga keling. Ular protestant oilalardan irlandlarni bu yer uchun saralab olishyapti. Nima uchun? Shaharni tozalash uchun Eyda. U bosh inspektor. So'nggi 4 yil ichida Belfastni respublikachilardan tozaladi. Xo'sh, bularni sen qayerdan bilasan? O'zimiz pul to'layotgan politsiyachidan so'radim. Nega menga aytmading? Mana endi aytyapman. Xo'sh, nega Birminghamga kelyapti o'zi? Ostindagi fabrika bilan qurol zavodidagi la'natli ish tashlashlarini deb. Gazetalarda allaqachon isyon va inqilob haqida yozishyapti. Menimcha u kommunistlarni ovlamoqchi. Demak, biz bilan ishi bo'lmaydi, shundaymi? Green Linesda undan Belfastda qochib ketgan irlandiyaliklar bor. Aytishlaricha e'tiroz bildirgan katolik erkaklar bir kechada g'oyib bo'lgan. Lekin biz respublikachilar emasmiz. Axir qirol uchun jang qildik. Qolaversa biz Shelbylar oilasimiz. Politsiyadan qo'rqmaymiz. To'g'ri. Agar tinchimizni buzishsa, darrov aqlini kiritib qo'yamiz. Xo'sh, Artur, shu xolosmi? Siz nima deb o'ylaysiz, Polli xola? Oila hammasini oshkora qiladi. Bizga aytadigan boshqa gaping yo'qmi, Tomas? Yo'q. Ayollarga aloqador boshqa gapim yo'q. Siz erkaklar urushtalik paytingizda hammasi ayollarga aloqador edi. Endi nima o'zgardi? Biz qaytib keldik. Buyuk hisob kunida Parvardigor osiylarni qattiq jazolaydi. O'sha kunga ham oz qoldi, do'stlarim. Illatlarga to'la bu shahar ham sud qilinib, barcha yovuzliklaringiz va jirkant ishlaringiz fosh bo'ladi. Xudoning g'azabidan hech kim qochib qutula olmaydi. Cheksiz qudrat egasidan berkinib bo'lmaydi. U hammasini ko'rib turadi. Yaratgan egamdan hech kim yashirina olmaydi. Tavba qiling, bo'talarim. Tavba qiling. Bu yerdan daf bo'l. Otinglar! Bo'ldi, bu yoqqa bormang. Otinglar! Tegdi! — 10 daqiqa vaqtim bor. Sizga nima kerak? Izoh kerak. Biror narsani yashirsang, buni doim sezib turaman. Qolaversa, mushmishlar urchib ketdi. Ayniqsa qurol zavodi haqida. Zavoddagi ishchilarning xotinlari bilan gaplashdim. Detektivlar sinov sexidagilarni so'roq qilganmish. Bu zavodda hech narsa sen bexabar qilinmaydi. Qani gapir? Tangri bilan Polli xolang eshitadi. Hammasi har doimgidek edi. Londonda mototsikllarga xaridor chiqqandi. O'z odamlarimga 4 ta benzinda yuradiganidan olib chiqishni so'radim. Nazarimda ular o'lardek mast bo'lgan. Zavodning ichkarisida qaysidir sex ichkilik ham ishlab chiqaradi. O'sha ahmoqlar boshqa qutini o'g'irlab chiqqan.
Kelishganimizdek ularni Charlie Strongni hovlisiga olib kelishdi. Ular yukni sinov sexidan olishi kerak edi, lekin eksport omboridan olishgan. Ey xudo, ko'zlarimga ishonmayapman. Qutida 25 ta Louis pulemyoti, 10 mingta patron, 50 ta yarim avtomat miltiq, yana o'qlari bilan 200 ta to'pponcha bor ekan. Ey xudo, Tommi. Yuk Liviya uchun mo'ljallangandi. Lekin Charlie Strongning hovlisida paydo bo'ldi. Ish qilib hammasini ko'lga tashlab yubordingmi? Yomg'ir tegmasin deb hammasini otxonaga tashib qo'ydik. Qurollarni hali moylashga ulgurishmagan ekan. Bu yoqqa politsiyachilarni shuning uchun jo'natishgan ekanda. Balki shundaydir, balki unaqa emasdir. Tomas, sen bukmeyker, talonchi va jangchisan, lekin ahmoq emassan. Agar bu qurollar sotilgudek bo'lsa, seni dorga osishadi. Ularni politsiyaga tashlab ketish kerak. Qurollar o'g'irlanmaganini bilishsa, balki o'z-o'zidan tinchib ketishar. Charlie bugunoq ulardan qutulsin. Yo'q. Oy to'lgan paytda yashirincha mol tashiy olmaydi. 3 kundan keyin oy yo'qoladi. O'shanda shunday qilasanmi? Senga onangni aqli o'tgan, lekin otangdagi telbalik ham bor. Ichingda ikkalasi kurashyapti. Ish qilib onang yutsin. Kinoga 2 ta chipta oldim. Bugun Tommy Mix o'ynagan kinoni qo'yishar ekan. Bugun kino ko'radigan kayfiyatda emasman, Eyda. Men esa bu yerda qolmoqchi emasman. O'tgan safar hamma yog'im loyiga belandi. Unda yur aylanib kelamiz. Agar gridgacha borsak, barga ham kirishimiz mumkin. Gridda akalaringni do'stlari ko'p. To'g'rirog'i, to Londongacha hamma joyda tanishlarim bor. Ulardan qo'rqmaydigan yagona yigit bo'lganing uchun ham sen bilan uchrashyapman. Hamma qatori men ham ulardan qo'rqaman. Lekin ulardan qo'rqishingdan ko'ra meni ko'proq yaxshi ko'rasan, shundaymi? Pinhon uchrashuvlar meni jonimga tegdi. Tez orada hammasini ularga aytamiz. Qachon? Oilaviy kengash qalay o'tdi? Har doimgidek. Bu yoqqa politsiyachi kelayotganmish. Eshitdim. Tommy'ning aytishicha, senga o'xshaganlarni qidirayotganmish. Balki hamma kitoblaringni yoqib endi nutq so'zlashni bas qilarsan. Oh, meni Eydam. Yovuzlikka to'la qirollikdagi yagona beg'ubor malika. Men esa shunchaki bechora qurbaqaman xolos. Meni sehrdan qutqar malika Eyda. Men ish masalasida kelgandim. Miyang aynib qolganmi? Nega endi? Bu qanaqa joyligini bilasanmi? Lekin ish bo'yicha e'lonni ko'rdim. Ishga olib bo'ldik. Kechagi gazetada yozilgandi. Ishon oyim qiz, senga yaxshilik qilyapman. Menga yaxshilik emas, faqat ish kerak. Sen haddan tashqari oq ko'ngilsan. Qayerdan bilasiz? Yana haddan tashqari chiroylisan.
Bu yerda seni hol joningga qo'yishmaydi. Meni tajribam bor. Tavsiyanomam ham bor. Irlandiyani qayerda tug'ilgansan? Golveyda, Aa, Dublinda ham ishladim. men onam ham Galwaydan. Lekin baribir chiroylisan. Qarab turing. Shunchaki tinglang. I wish I was in Kerry only for a night in Ballygrand. I would swim over the deepest ocean, my love to find. My boyhood friends and my own relations have all passed on now, like the melting snow. Irlandiyada qo'shiqlarimdan hamma yig'lab yuborardi. Janjalni ham bas qilishardi. Unda ko'p qo'shiqlarni bilasan degan umiddaman. Ketma-ket navbatchilikda edim. Rostdanmi? Ha, men Ham charchagandirsan. Qalaysan, yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. Nima gap o'zi? Nega to'plashdi? Ko'ramiz. Kechagi voqeani deb bo'lsa kerak. Yangi kelgan komissar majlis o'tkazadi shekilli. Ha, shunaqa. yana majlis. Qayerga o'tirsak bo'ladi? Mana bu yoqqa marhamat. Jim bo'linglar, o'zi ham keldi. Ana, Jim. ko'ramiz nima der ekan. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni go'yo ular baliq qiltanog'i yoki tuxum po'chog'idek ko'lga uloqtirishyapti. Qizlar juda yosh paytidayoq atigi 3 pens evaziga qari chollarga turmushga berilyapti. Keyin ularni itdek azoblashmoqda. Chirkin hayot kechiryapmiz. Otalar piyonista, onalar beg'am, farzandlar betayin. Ko'chalarni esa tilanchi-yu o'g'rilar bosib ketgan. Shunday chirkin va jirkanch hayotni tepasida turganlarni esa sizlar xo'jayin deyapsizlar. Ularga yaltoqlanib yashayapsiz. Shelbylar oilasi yovuz va shafqatsizlar to'dasi. Ular ko'rgan ko'zni ko'r qilib, kim gapirsa tillarni kesib tashlayapti. Lekin sizlar ulardan ham yomonsiz. Orangizda urush davridan beri ulardan pora olayotganlar, jinoyatlarga ko'zini yumadiganlar, ulardan ham battarsiz. Sizlar politsiya sha'niga dog' tushirdinglar. Buning uchun Tangrim sizlarni jazolaydi. Ulardan tashqari ashaddiy respublikachilar bilan kommunistlar ham bor. Ulardan ham ichqora odamlar. Aynan korrupsiya botqog'ida ular xuddi murda ichida bijg'igan qurtlardek bijg'iy boshlaydi. O'sha qurtlar yetilgach, bir kuni pashshalar to'dasiga aylanadi va o'zlarining chirkin falsafasini butun mamlakat va hatto dunyo bo'ylab tarqatishadi. Ularning hammasi bizning dushmanlarimiz. Bu uch boshli maxluq meni burchim barcha boshini kesib tashlashdan iborat. Men qasam ichamanki maqsadimga erishaman. Toki bunga loyiq bo'lmaguningizcha hech biringizga ishonmayman. Ishonishim ham oson bo'lmaydi. Bular safingizni to'ldiradigan yangi odamlar. Yaxshi odamlar. Xudojo'y oilalardan. Bugun shom paytida ular qasamyod qilib
politsiya kiyimini kiyishadi, ertaga tongda esa ko'chalarga chiqishadi. Yo'limizga g'ov bo'lganlarni Tangrim panohida asrasin. Mumkin emas, xonim, yo'q, marhamat. Kechirasiz, janob Shelby? Yaxshi. Janob Shelby, marhamat bemalol janob o'tavering. Janob Shelbyga yo'l beringlar. Ko'ryapsizmi, xonimlar? Agar Shelbyning yonida bo'lsangiz, navbatga turishingiz shart emas. Shunaqa. Bundan keyin kimning yonida bo'lish kerakligini yaxshi eslab qolinglar. Ayniqsa, sen qani shlyapangni yechib qo'y. Qani biz bilan yurchi. Qanaqasi? Kimsanlar o'zi? Qarshilik Men ko'rsatma. Artur Shelbyman, ablah. Bilamiz kimligingni. Artur Shelby. Qaroqchi va bosqinchi Shelbylar to'dasining sardori. Menga qara. Ablah. Bu bosh kiyimingizmi? Dahshatga solsa kerak, a? Yonida qurol bor ekanmi? Yo'q, faqat paypog'ida pichoq bilan kamarida to'qmoq bor ekan. Xullas, janob Shelby, bu uchrashuvimizni rasmiy tanishuv deb hisoblang. Tushundingizmi? Butun dunyoda meni qiziqtiradigan yagona narsa haqiqat. Xo'sh. O'g'rilik haqida nimani bilasan? Qanaqa o'g'irlik? Sendan yana bir marta so'rayman. O'g'rilik haqida nimani bilasan? Xudo haqqi, nima haqida aytayotganingizni bilmayman. Qanaqa o'g'irlik o'zi? Senga o'xshagan maxluqlar bilan 35 yildan beri ovora bo'lganim uchun hatto hidingdan ham yolg'on gapirsam yo yo'qmi tushunib olishim mumkin. Men hech qanaqa yolg'onchi emasman. Tushunarlimi? Yolg'on gapirmayapman. Bilaman. Seni qonga to'lgan ko'zlaringda qiziqarli hech narsani ko'rmayapman. Tomiringda oqayotgan qonda ham hiyla nayrangdan sira asar yo'q. Lekin bir narsani tushunib ol. Shu yilni oxirigacha seni ham, butun oilangni ham ko'lda yuztuban oqishga majbur qilishim mumkin. Boshqa tomondan esa bir-birimizga yordam berishimiz ham mumkin. Shunaqa-da? Ha, albatta. Nechanchi o'rindamiz o'zi? Birinchi o'rindamiz. Bizga boshqasi kerak emas. Avvalgidek sharmanda qilishmasa bo'ldi. Menga ham bitta qo'y bor. Bu yer kunduzi ham doim gavjum bo'ladimi? Yo'q, yigitlar St. Andrewsga ketishyapti. Yo'l-yo'lakay kirishgan. Cherkovgami? Yo'q, unaqa emas. Bugun u yoqda futbol bo'ladi. Bugun ko'klar o'ynayapti. Hujumchisi ana u yoqda. Bu esa darvozaboni. Tasavvur qilyapsanmi? Salom, ser. Hey. Menga bir shisha rom kerak. U oladigan hamma narsa o'zimizni hisobdan.
Bir shishami? Ha, Oqimi yo qizilmi? farqi yo'q. Xo'sh yigitlar, nima ichasizlar? Menga yana bir shisha ber. Sizgami? Rahmat. Gari o'zimizni hisobimizdan dedi. Yengiltaga yolimsan. Unaqa bo'lmasa, bu yer seni o'rning emas. Menga aytgan odamlaringizdan bittasimi? Quloq sol, Grace. Sen yoqimtoy qizsan, lekin ehtiyot bo'l. Agar men bizni hisobdan desam, o'zing xizmat qilayotgan odam bilan umuman gaplashma. Agar ular senga tegajoqlik qilishsa, bunga qarshi hech kim hech narsa qila olmaydi. Xayriyat, baxtingga Tommi Fransiyadan qaytib kelgandan beri umuman hech kimga ko'z olaytirmayapti. Xo'sh yigitlar, nimadan quyay? Jon, ko'zdagi qonni artib tashla. Nega buyruq beryapsan? Chunki men hamshiralikka o'qiganman. Qo'y, odamni kuldirma. Kulsam ham og'rib ketyapti. Rost gapiryapman. Birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha bitta mashg'ulotga qatnashgansan. O'shanda ham kulganing uchun haydalgansan. Lekin ungacha bo'g'ib bo'lishdan qanday qutqarishni o'rganib olganman. Seningcha men bo'g'ilib qoldimmi? Hozir doka bilan bo'yningizga shunday o'raymanki, bo'g'ilib bo'lasiz. Xo'sh, u qayerda? Mana, ichib ol. Qani, menga berchi. Hammasi yaxshi. Achyapti. Janob Cherchillni buyrug'i bilan keldim deb aytdi. Davlat ishi bilanmish. Yana allaqanday o'g'rilik haqida gapirdi. Unga yordam berishimizni xohlayapti. Biz politsiyaga yordam bermaymiz. Biz haqimizda hamma narsani bilar ekan. Xuddi mendek vatanparvarlarsiz dedi. Uni ko'zi va qulog'i bo'lishimizni xohlayapti. Men unga oilaviy kengash o'tkazib, buni ovozga qo'yamiz dedim. Xo'sh, nega shunday qilmaylik? Respublikachilar bilan ham, kommunistlar bilan ham ishimiz yo'q. Senga nima bo'ldi? Unga nima bo'lyapti o'zi? Agar bilganimda allaqachon unga dori olib berardim. I am just a young girl. I have just come over from the country where they do things big. And amongst the boys, I've got myself a lover. And since I have a lover, I don't care a fig. The boy I love is up in the gallery. The boy I love is looking at me. Can't you see him standing there, waving his handkerchief, as merry as a robin that sings on the tree? Urush davridan beri bu yerda qo'shiq aytishmasdi. Nima deb o'ylaysiz? Nega? So did Arthur say, what kind of a deal this new copper offered him? God, the second your balls are empty, it's back onto politics. What did Tommy say? He didn't say anything. You know what he's like. Yeah, I know what he's like. Likes to take his fights onto the mud. Doesn't like to stand and wait. You know what he'd do if he found out about us? He could try. Sometimes it's like you're with me just to show you can. One day me and Tommy will be on the same side again.
Benni! U yerdan ket! Benni! Meni qidirishyapti. Hozir kelishadi. Ular kelishyapti. Ular hozir kelishadi. Meni olib ketishmoqchi. Hey, nima qilyapsan? Hozir ishlamayapmiz. Qani uyingga bor. Meni ushlashmoqchi. Jo'natyapman senga. Uyingga jo'natyapman. Meni o'ldirishadi. Senga aytyapman, tur o'rningdan. Ular kelishyapti. Bu yerdan yo'qol dedim. Ular kelishyapti. Senga jo'nab qol deyapman. Ular kelishyapti. Uyingga jo'na deyapman. Meni o'ldira olmaysan. Meni o'ldira olmaysan. Nimalar bo'lyapti? Meni o'ldira olmaysan. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Kimdir politsiya chaqirdi. Yordam beringlar. Uni pichoqlab ketishdi. Tezroq! Odamlar doktor chaqiringlar. Tezroq. Nega qarab turibsizlar? Tezroq! Janob vazir, bosh inspektor Kemball keldi. Janob Cherchill, siz bilan uchrashish men uchun ulkan sharaf. Bu saylovoldi safarimning bir qismi. Aytgancha shlapangiz ajoyib ekan. Rahmat. Rostdan shunaqa. Xo'sh, qanday joylashib oldingiz? Ishchi guruhni shakllantirdim. Butun shahar bo'ylab agentlarim bor. Ular meni ko'zlarim va quloqlarim bo'ladi. Hozir men gumondorlarni so'roq qilishga astoydil kirishdim. Avval Belfastda ishlagansiz. Nazarimda bir qancha respublikachilar markazini yakson qilgansiz. Kalamushlar inini, ser. Sizningcha qurollarni kim o'g'irlagan? Ularmi yo kommunistlarmi? Agar bu respublikachilar bo'lsa, men ularni ham, qurollarni ham topaman. Agar bu kommunistlar bo'lsa, men ularni ham, qurollarini ham topaman. Agar bu oddiy bosqinchilar bo'lsa, men ularni ham, qurollarini ham topaman. Men uchun ularni o'rtasida hech qanday farq yo'q. Natijaga erisha olganingiz uchun ham sizni tanladik. Lekin bir narsani unutmang, janob Kemball. Bu yer Angliya, Belfast emas. Daryolarga tashlangan murdalar bu yerda gazetaga qalqib chiqadi. Qurollar o'g'irlangani sirligicha qolishi kerak. Aks holda ularni sotish uchun keraksiz reklama qilgan bo'lamiz. Agar kimnidir ko'mishga to'g'ri kelsa, qabr qazing. Bo'lib ham chuqurroq qazing. Hamma narsani oxirgi o'qigacha qaytarishingizni xohlayman. Charlie aka, bir og'iz gapim bor. Hammasini yuklab bo'ldik. Oy yo'q. Daryo orqali Gestritgacha suzib borgach, qutini qirg'oqqa tashlab kelamiz. Ertalab ularni temir yo'lchilar topib oladi. Rejamiz shunaqamidi? Aynib qoldim. Qanaqasiga? Menda boshqa reja bor. Jingalakka ayting, uni eski tamaki bandargohiga tushirsin. U yerda tamaki saqlaydigan omborxonamiz bor. O'zi biladi. Qayiq bu yerdan suzib ketgach, qolgani sizni tashvishingiz bo'lmaydi. Nima butunlay aqldan ozdingmi? Ko'chada nimalar bo'layotganini ko'rmayapsanmi? Shu yuklarni deb bu yoqqa butun boshli qo'shin jo'natishdi. To'g'ri. Ular qartasini ochishdi. Qanaqa qarta? Ularni qaytarib olish uchun pul to'lashlari kerak. Dunyoning ishlari shunaqa. Taqdir sizga in'om bergan payt uni shunchaki qirg'oq bo'yiga tashlab keta olmaysiz.
Sen qondoshimsan, Tommi. Sen uchun hamisha otangdek bo'ldim. Boshingga katta tashvish orttiryapsan axir. Bu politsiyachi asir olmaydi. Aytishlaricha u xizmat qilmagan. Uni xizmatdan ozod qilishgan. Senga bitta urush kamlik qildimi, Tommi? Tamaki bandargohi. Shelbilar oilasi buyrug'i. Joylashib oldingmi? Hozir. Ilk taassurotlaring qalay? Bu odamlar qanday yashayotgani meni lol qoldirdi. Men uchun foydali nimanidir aniqlay oldingizmi? To'da boshini so'roq qildim, lekin hech narsani bilmaydi. G'irt ovsar ekan. Menga Shelbilar oilasida boshliq Artur emasdek tuyuldi. Aksincha yoshrog'i. Thomas. Aytishlaricha, urushda ko'rsatgan jasorati uchun 2 medal ham olgan. Bundan ta'sirlanib ketdingmi? Shunga qaramay, meni fikrim o'zgarmadi. Bukmeykerlar to'dasini o'z ishlari bor. Kommunistlar bunday ishga qo'l urishi uchun juda ojizlik qiladi. O'ylashimcha, qurollarni respublikachilar o'g'irlab ketgan. Shaxsiy tajribang mulohazalaringga ta'sir qilishiga yo'l qo'yma. Shaxsiy tajriba? Respublikachilar otamni o'ldirgani mulohazalarimga ta'sir o'tkazmaydi. Agar biron bir qurolni ko'rsang, shu ro'yxatdagi seriya raqamlari bilan solishtir. Seni otang men bilan birga ishlagan eng zo'r zobit edi. Ishonchim komil sen bilan juda faxrlangan bo'lardi. Deni, bilasan, o'sha odam italyan edi. Narigi qirg'oqda turgan anavi odamlar uni ukalari. Agar seni ularga bersam, seni nimtalab qonga belanib o'lishingni tomosha qilishadi. Bu ablahlarning fe'li shunaqa. Italyanlar bilan o'rtamizda urush kelib chiqmasligi uchun seni ham bunday shafqatsizlikdan xalos qilish uchun seni o'zim o'ldiraman deb aytdim. Ularni ko'z o'ngida. Men o'shandayoq o'lgandim, Tommi. Miyam o'sha botqoqda qolib ketgan. Qandaydir so'nggi tilaging bormi? Rozi bilan bolalarimga ko'z quloq bo'l. Ularni ustaga shogirdlikka ber. Qurol zavodida yo Ostinda. Ular ham usta bo'ladi. Buni aniq bilaman. Ular oddiy, hamma qatori odam bo'ladi. Yagona tilagim farzandlarimiz xuddi bizdek urush ko'rmay yashasa bas. Endi ibodat qilishim kerak shekilli.
O'sha la'nati qurollar qalbimni Xudodan judo qildi. Bu qayiq men uchunmi? Murdangni shahardan tashqariga olib chiqishimiz kerak. Bilasan-u, yangi politsiyachi kelgan. Faqat meni loyga ko'nmanglar. Xo'pmi? Shunga va'da ber. Meni tepalikka dafn eting. Roziga ham joyini ko'rsatinglar. Yaxshi odam eding, Deni. Yaxshi askar ham eding. Xuddi shunday, o'rtoq serjant. Og'riq sezmay o'lasan. Qayerda yuribsan? U yutdi. Kichkintoy Monagin poygada yutdi. Ha, u yutdi. Endi mish-mish tarqaladi. Keyingi safar ham shunday nayrang qilamiz. Yana unga pul tikishadi. Nafaqat garnizon, balki butun Smallhead. Bilasanmi nima? U yana g'alaba qozonadi. 3-safar esa butun Birmingham unga pul tikadi. Sehrli tulpor uchun minglab funt sterling. Aynan o'shanda biz tayyor turamiz. Tulpor yutqazadi. Shuni o'ylab ko'r. Qalaysan, Deni? Haliyam karaxt ahvoldaman. Bu jannat emasligi aniqmi? Jannat bo'lsa menga bu yerda nima bor edi seningcha? Tommi o'lishingga ishonishingni xohladi. Zora shu bilan esi joyiga qaytsa dedi. Sog'toq bo'lsa ham yomon qattiq tegar ekan. Shunday qilish kerak edi. Meni qayerga olib ketyapsiz? Londonga. Minnatdorchilik tariqasida Tommi uchun bir ishni bitirib berasan. Endi sen ham to'damizga qo'shilding. Omadsiz hafta bo'ldi. O'tgan tunda oy yo'q edi. Qarab turdim. Hammasini to'g'ri qildingmi? Ha, albatta, to'g'ri ish qildim.
take a little walk to the edge of town and go across the track.